Assalomu alaykum. Ramazonda birinchi kunlari bilan tabriklayman hammani. Hammaga sihat, salomatlik, ro'za paytida sabr qanoat tilayman hammaga. Mana bugun ham sovuqda, bizda yana qor, qish, yana Yevropada qish davom etmoqda. Mana o'rdakchalar suvlarda suv qachmayapti, lekin bo'ladi. Zoologiyadan o'qiganmiz. Momiq parchalari bo'lgani uchun himoya qiladi. Bechoralar. Mana men bugun hozir mashinada emas, piyoda ketyapman. Terminimga 10 da yetib borishim kerak. Bolalarimni zo'rg'a tashlab ketdim. Menga qaytganimda uydan gradusi -4 ko'rsatayotgan edi. Juda ham sovuq, lekin shamoli odamni shamollatadigan ergashishdi. Hozir endi shunga qaramay qorda ketyapman, chunki Germaniyada terminga borish muhim hisoblanadi. Undan kech qolsangiz, kech qoldingiz. Undan keyin sizni qabul qilishmaydi. Havo juda ham sovuq. Hozir soat soat adashib ketdim shoshilganimda. Hozir Frauenhausga ketyapman. Meni ko'rigim bor edi. Frauenhausda lekin ichkarilarini ola olmayman, o'zlarini ko'rsata olmayman, chunki mumkin emas, lekin ba'zi bir joylarni olishga harakat qilaman. Yo'l yurdim. Quyoshda bugun ko'p adashyapman. Quyoshda emas, qorda. O'zim qor tepamdan yog'ib turgan paytda ketish menga zavqli, lekin biroz sovuq qilyapti. Voy, so'nchigim ham uchib ketyapti. Keldim Frauenhausga. Hozir shifokorning xonasidaman, o'tiribman kutib kirishlarini. Endi kirgandan keyin boshlaymiz. Hozir chilla chiqqani uchunmi, bilmayman, qorlar yog'yapti ba'zi bir joylarga. Lekin yo'lda bo'ylarini bular mana bunaqa supurib tashlagani uchun erib ketyapti. Lekin baribir sovuq. Menimcha ertaga ham yog'adi.